Jobsning oxirgi so'zlari. Millioner Jobs 56 yoshida dunyo bilan vidolashdi. U sakratlik chig'ida qoldirgan vasiyatida mundoq degan: "Men bu umrimda muvaffaqiyatli holda savdo sohasining yuqori pallasiga chiqdim. Boshqalar meni hech kim yetolmaydigan utuq erishdi deb qarashib, meni ulgu tutib keldi. Ammo xizmatni hisob qilmaganda o'zimni azaldan baxtli hisoblab boqmadim. Menga nisbatan boylik yaratish men odatlanib ketgan bir xil turmush shakli xolos. Mushu daqiqada kasal karavotga yetib, o'tmishga nazar sag'inimda, ilgirki meni iftiqorlantirgan butun dunyo xalqining muayyanlashtirishi va qo'lga keltirgan boyliqim tumshuqimga purab turgan o'lim oldida shunchalik zaif va ahamiyatsiz bilinmoqda. Siz mashinangizni haydab beradigan, sizga ishlab pul tepib beradigan odamni topa olasiz. Ammo hech kim keslingizni tortishib beramaydi. Qo'ldan chiqib ketgan moddiy narsalarni yana tepvog'il bo'ldi. Ammo hayotlik undaq emaskan. Odam operatsiya kartoq chiqqandan keyin saqliq va hayotning qadrini tunib yetadigan. Mayli hozir qandoq turmush kechirayli, amon bir kuni dunyodan ayrilmas. Shunga oilangizni qadrlang. Uyingizdagilarni, do'stlaringizni suying, o'zingizni asrang. Amaliyotda kichik hayotda nurg'un narsalar o'xshash. Masalan, $300 soat bilan $30 soat o'xshash vaqt ko'rsatib berdi. $300 sumka bilan $30 sumka o'xshashlar narsa qashlash ishlatildi. $150,000 mashina bo'lsin yoki $1,000,000 mashina bo'lsin, o'xshashlar qatnash quroli. Qanchalik qimmatli aroq bo'lsin, o'xshashlar odamni mast qildi. Mayli qanchalik cho'nglikdagi uyda turayli, yanala g'ayriblik his qilamiz. Shunga bilishingiz kerakki, haqiqiy baxt moddiy narsalardan kelmaydi. Mayli siz aeroplanning oliy bo'limida o'tiring yoki odatdagi bo'limida o'tiring. Aeroplandan chataq chiqsa, boyligingiz hech nimaga kar qilmaydi. Shunga jo'ringiz, do'stingiz, hamroyingiz, qarindishingiz bor chaqda ular bilan didorlashib oling, mungdishib oling. Haqiqiy baxt ana shu. Turmushda mundaq bir haqiqatni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni bolalarga boy bo'lishning yo'li emas, balki baxt va xushallikqa qanday erishishni o'rgatish kerak. Shundala ular cho'ng bo'lgandan keyin kishilik hayotning bahosini emas, balki qimmatini tushunib yetalaydi. Londondagi eng yaxshi mukofotga erishgan bir eg'i so'z bor. Ya'ni yemaklikni to'g'ri o'rinda yeyishni o'rganing. Undaq bo'lmaydi ekan, keyincha to'g'rini yemaklik o'rinda yeyishga to'g'ri keldi. Odam bilan odam o'tirsida zo'r farq bo'ldi. Afsus, faqat osonlik kishilarla buningga to'g'ri muomala qila oladi. Shunga bebaho hayotingizni boshqalar bilan o'xshamaydigan tarfingizni to'liqlashga isrof qilyapman. Siz tug'ilganda boshqalarning muhabbatiga erishgan, dunyodan xo'shlashgandimi shundoq bo'lasiz. Ammo boshqalarning muhabbatiga qanchalik erishishingiz, ularga qanchalik muhabbat ato qilganingizga bog'liq. Dunyoda doim tashlanib qolgan eng yaxshi yashash usulidan 6 xil bor. U bo'lsa-mu kun nuridan huzurlanish, muvofiq orom olish, badan chiniqtirish, sog'lom oziq qilinish, o'ziga ishonish va haqiqiy do'stlik. Bularni qaytadan tepib olsangiz, ishonamanki, hayotingizda 抖音